Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Og'abek Pro YouTube kanalasizlar. Bugun men sizlarga YouTube'da mo'jizasi yoqib qo'yishni o'rgataman. Shu biz shu o'rniga kira olamiz va mana youtube.com deb yozib, mana help markaziga kiramiz. Mana hozir continue ustiga bitta bosib, mana kanal degan joyga bitta bosamiz. Mana bu yerda country, ya'ni mana bu yerda bosib, Algerian tanladi. Yo'qda. Mana bu yerdan xohlagan davlatni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, Braziliya, Bulgariya, Britaniya. Xo'p, biz Avstraliyani tanlayman. Xohlasangiz mana bu yerga kalsiz qoldirib ketsangiz ham bo'ladi. Endi Saven ustiga bitta bosasiz. Mana bu yerga kirasiz. Mana mo'jizasi ishladi hozircha. Mana bu yerdan chiqib tekshirib, u haqiqatan tekshirib ko'rish uchun YouTube studioga kiramiz. Va mana YouTube studiyosiga kirsak, mana mo'jizasi ishladi o'sha. Hozir 1000 ta obuna chiqish kerak. Yaroqlilik bo'lgan soatda 4000 va yaroqli short tomoshasi 10 million bo'lish kerak ekan. Jigarlar, bizning kanalimiz yangi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirish esdan chiqmang.